Ya assalamualaikum. O'tgan kun shu bizning mestamizda o'g'irlik oldi-da. Yana hozir benim ahvoli nechuk turgani. Hamma zaifga berdik. Yana Allah çürüp batır. Shuncha ana çürüp ketdi. Ya, hozir ana Allah ahvoli. Endi hozir buni kilosi 12 ming so'm, 13 ming so'm. Hozir bu 5-6 million zararga ketibmiz. Hozir endi nechap qaplab beramiz buni? Buni egalarini bilinmem hozir nechuk tutduğumni ve kim amaliy yordam beradi bu narsalar bo'yicha. Shuncha nolga chiqamadi. Hamma kaldı. Murojaat etdik. Endi bilinmem hozir nima bo'ladi bu. Shuncha murojaat. Bizani bir narsa aytsak, bizani sirozda bir so'rashtiradilar, lekin bizara deysalar bilinmem men. Kim o'rganadi bu narsa bilan yo kimlerden ya topshiriq oldim bu narsani olish bo'yicha. Ya 4 sutka oldu, kimligi aniq, hammasi aniq topildi, lekin natija yo'q, rezultat yo'q.